Assalomu alaykum akalar. Bugun sizlar bilan tezkor avia. Hop, bugun sizlar bilan O'zbekistondan uchadigan reyslar haqida sizlarga tushuntirib o'taman. Hop, O'zbekistonda 12 ta viloyatda nechta aeroport bo'lsa, o'sha hamma aeroportdagi hozir reyslar bilan sizlar tanishtirib o'taman. Sizlar ungacha YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Keyin akalar bizga ko'p savol bo'lyapti, telefon qilishib. Biz Samarqanddamiz, biz Buxorodamiz, biz Toshkentdamiz, sizlardan qanaqa bilet olsak bo'ladi degan savol juda ko'p bo'lyapti telefonda. Akalar, bizdan onlayn bilet olsalaring bo'ladi. U qanaqa bo'ladi? Telegram yoki WhatsAppdan pasportlaring rasmini tashlasalaring, biz sizlarga aviabiletlaringni onlayn rasmiylashtirib, PDF variantini sizlarga Telegram yoki WhatsApplaringga tashlab beramiz. Xuddi o'sha Telegramdagi bilet bilan uchib ketaverasizlar. To'lovini bizga klik orqali to'lov qilib bersalaring bo'ladi. Xo'p, sizlarga tanishtirib o'taman hozir reyslarni. Toshkentdan Istanbulga uni vazviratligi 2.600.000 so'm chiqadi, bez vazviratligi 2.200.000 so'm chiqadi. Toshkentdan uchadigan vaqti ertalab 7:40 da, Istanbulga borib qo'nadigan vaqti 11:00 da borib qo'nadi. Xo'p, Toshkentdan Vunukoyga uni bagajligi 3.200.000 so'm chiqadi, bez bagaji 3 million so'm chiqadi. Toshkentdan uchadigan vaqti ertalab 6:00 da, Vunukoyga borib qo'nadigan vaqti 8:20 da borib qo'nadi. Toshkentdan Sankt-Peterburgga uni bagajligi 4.300.000 so'm chiqadi, bez bagaji 4 million so'm chiqadi. Toshkentdan uchadigan vaqti ertalab 8:35 da, Sankt-Peterburgga borib qo'nadigan vaqti 11:45 da borib qo'nadi. Toshkentdan Rigaga uni bagajligi 5.600.000 so'm chiqadi, bez bagaji 5.200.000 so'm chiqadi. Toshkentdan uchadigan vaqti ertalab 8:15 da, Rigaga borib qo'nadigan vaqti 12:00 da borib qo'nadi. Xo'p, Toshkentdan Koreyaga Inchonga uni bagaji ko'prog'i 6.350.000 so'm chiqadi. Bagaji ozrog'iniki 5.920.000 chiqadi. Toshkentdan uchadigan vaqti kech payti 22:25 da, Inchonga borib qo'nadigan vaqti ertalab 8:25 ga borib qo'nadi. Xo'p, akalar, endi Farg'onada reyslarga o'tamiz. Farg'onadan Novosibirga uni bagajligi 2.775.000 so'm chiqadi, bez bagaji 2.600.000 so'm chiqadi. Farg'onadan uchadigan vaqti ertalab 10:05 da, Novosibirga borib qo'nadigan vaqti 14:10 da borib qo'nadi. Xo'p, Farg'onadan Kazanga ko'ramiz hozir. Farg'onadan Kazanga uni bagajligi 2.800.000 so'm chiqadi, bez bagaji 2.600.000 so'm chiqadi. Farg'onadan uchadigan vaqti 11:15 da, Kazanga borib qo'nadigan vaqti 13:00 ga borib qo'nadi. Xo'p, Farg'onadan Sankt-Peterburgga ko'ramiz. Farg'onadan Sankt-Peterburg uni bagajligi 3.700.000 so'm chiqadi, bez bagaji 3.500.000 so'm chiqadi. Farg'onadan uchadigan vaqti ertalab 8:00 da, Sankt-Peterburgga borib qo'nadigan vaqti 11:35 da borib qo'nadi. Xo'p, Farg'onadan Istanbulga uni vazviratligi 3.200.000 so'm chiqadi, bez vazviratligi 2.780.000 so'm chiqadi. Farg'onadan uchadigan vaqti ertalab 8:40 da, Istanbulga borib qo'nadigan vaqti 18:20 da. Hop, Farg'onadan Vunukoyga ko'ramiz hozir. Hop, Farg'onadan Vunukoyga 2.900.000 so'm chiqadi, bez bagaji 2.700.000 so'm chiqadi. Farg'onadan uchadigan vaqti 16:50 da, Vunukoyga borib qo'nadigan vaqti
19:35da borib qo'nadi. Xo'p akalar, Farg'onada reyslarni ham tushuntirib o'tdim. Endi hozir sizlarga Namangandan uchadigan reyslar haqida tushuntirib o'taman. Xo'p, Namangandan Sankt-Peterburgga Namangandan Sankt-Peterburgga uni bagajligi 3.700.000 so'm chiqadi, bez bagaji 3.500.000 so'm chiqadi. Namangandan uchadigan vaqti ertalab 10:05 da, Sankt-Peterburgga borib qo'nadigan vaqti 13:25 da borib qo'nadi. Xo'p, Namangandan Krasnoyarskga ko'ramiz. Namangandan Krasnoyarskga uni bagajligi 3.200.000 so'm chiqadi, bez bagaji 3 million so'm chiqadi. Namangandan uchadigan vaqti 17:20 da, Krasnoyarskga borib qo'nadigan vaqti 22:35 da borib qo'nadi. Xo'p, Namangandan Sochiga ko'ramiz endi. Namangandan Sochiga uni bagajligi 3 million so'm chiqadi, bez bagaji 2.800.000 so'm chiqadi. Namangandan uchadigan vaqti ertalab 5:50 da, Sochiga borib qo'nadigan vaqti 8:00 da borib qo'nadi. Xo'p, endi Namangandan Svitlovskga, Yekaterinburgga ko'ramiz. Xo'p, uni bagajligi 2.950.000 so'm chiqadi, bez bagaji 2.750.000 so'm chiqadi. Namangandan uchadigan vaqti ertalab 7:05 da, Yekaterinburgga borib qo'nadigan vaqti 10:30 da borib qo'nadi. Xo'p, keyingisi Namangandan Vunuko'ga. Namangandan Vunuko'ga uni bagajligi 2.900.000 so'm chiqadi, bez bagaji 2.700.000 so'm chiqadi. Namangandan uchadigan vaqti 17:40 da, Vunuko'ga borib qo'nadigan vaqti 20:20 da borib qo'nadi. Xo'p, keyingisi Namangandan Samaraga. Namangandan Samaraga uni bagajligi 2.850.000 so'm chiqadi, bez bagaji 2.650.000 so'm chiqadi. Namangandan uchadigan vaqti 19:50 da, Samaraga borib qo'nadigan vaqti 22:20 da borib qo'nadi. Xo'p, Namangandan Permga. Namangandan Permga. Xo'p, uni bagajlisi 2.850.000 so'm chiqadi, bez bagaji 2.650.000 so'm chiqadi. Namangandan uchadigan vaqti 9:25 da, Permga borib qo'nadigan vaqti 13:05 da borib qo'nadi. Keyingisi Namangandan Nijnevarotskga bo'ladi. Uni bagajligi 3.100.000 so'm chiqadi, bez bagaji 2.900.000 so'm chiqadi. Namangandan uchadigan vaqti 4:00 da, Nijnevarotskga borib qo'nadigan vaqti 19:45 da borib qo'nadi. Xo'p, akalar, sizlarga Namanganda reysini ham tanishtirib o'tdim. Endi Samarqand reysini tanishtirib o'taman. Xo'p, Samarqanddan Vunuko'ga. Samarqanddan Vunuko'ga uni bagajlisi 3.500.000 so'm chiqadi, bez bagaji 3.300.000 so'm chiqadi. Samarqanddan uchadigan vaqti 21:15 da, Vunuko'ga borib qo'nadigan vaqti 23:30 da borib qo'nadi. Xo'p, keyingisi Samarqanddan Sankt-Peterburgga ko'ramiz. Samarqanddan Sankt-Peterburgga uni bagajligi 4.200.000 so'm chiqadi, bez bagaji 4 million so'm chiqadi. Samarqanddan uchadigan vaqti ertalab 8:30 da, Sankt-Peterburgga borib qo'nadigan vaqti 11:40 da borib qo'nadi. Xo'p, keyingisi Samarqanddan Istanbulga ko'ramiz.
Samarqanddan Istanbulga uni vazvaratligi 3 million 200 ming so'm chiqadi. Bez vazvaratligi 2 million 800 ming so'm chiqadi. Samarqanddan uchadigan vaqti ertalab 8:55 da, Istanbulga borib qo'nadigan vaqti 11:55 da borib qo'nadi. Xo'p, akalar, sizlarga Samarqand reysini ham tanishtirib o'tdim. Endi bo'lsa Buxoroda reysiga o'tamiz. Xo'p, Buxorodan Vunukovaga uni bagajlisi 3 million 700 ming so'm chiqadi. Bez bagaji 3 million 500 ming so'm chiqadi. Buxorodan uchadigan vaqti ertalab 5:25 da, Vunukovaga borib qo'nadigan vaqti 7:35 da borib qo'nadi. Xo'p, keyingisi Buxorodan Sankt-Peterburgga ko'ramiz. Buxorodan Sankt-Peterburgga uni bagajligi 3 million 800 ming so'm chiqadi. Bez bagaji 3 million 600 ming so'm chiqadi. Buxorodan uchadigan vaqti 18:35 da, Sankt-Peterburgga borib qo'nadigan vaqti 21:45 da. Akalar, sizlarga Buxoroda reysini ham tanishtirib o'tdim. Endi hozir sizlarga Termiz aeroportining yo'nalishlari bo'yicha sizlarga tushuntirib o'taman. Xo'p, Termizdan Vunukovaga uni bagajligi 3 million 100 ming so'm chiqadi. Bez bagaji 2 million 900 ming so'm chiqadi. Termizdan uchadigan vaqti 12:10 da, Vunukovaga borib qo'nadigan vaqti 14:55 da. Xo'p, keyingisi Termizdan Sankt-Peterburgga ko'rib beraman sizlarga. Termizdan Sankt-Peterburgga uni bagajligi 3 million 800 ming so'm chiqadi. Bez bagaji 3 million 600 ming so'm chiqadi. Termizdan uchadigan vaqti 16:20 da, Sankt-Peterburgga borib qo'nadigan vaqti 19:40 da borib o'tadi. Akalar, sizlarga hozir o'sha narxlari bilan, aviabiletlar narxlari bilan tanishtirib o'tdim. Hozir sizlarga tanishtirib o'tgan reyslarning hammasi O'zbekiston havo yo'llari Primoy reys. Bizning manzilimiz akalar Farg'ona shahar Tojmahal ro'parasida. Kimga qanaqa bilet zarur bo'lsa, akalar ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. 24 soat aloqadamiz. Telegram, WhatsApplarimiz ishlayapti. Onlayn ham aviabiletlarni afarini ham qilib beraveramiz. Sog' bo'linglar.